Assalomu alaykum. Hidini qaranglar, nimalar bo'lyapti qani? Qibray territoriyasiga, Qibray territoriyasi suvga и котельниясiga filtr o'rnatilgan qo'llab. Assalomu alaykum. Tuman prokuror Qarang, Yo, opa, mana bunaqa bo'lyapti. Bizni endi qilmoqchimiz shu narsalarni. Filtr qo'yish jarayonida. endi siz biznes qilasiz, biz bu bilan To'g'ri, nafas olamiz. Sizga bo'lajaqingiz bor-ku. To'g'ri. Men siz bilan gaplashgani keldim, tahlil qilgani keldim. Qanaqa qilib men sizga yordam bersamki, siz ham baxtli bo'lasiz, men ham baxtli bo'laman. Xo'sh, bir haftadacha bo'ldi qilamiz o'zi. Tugaydi hosilimiz. Shunga sal ozgina. Ha, endi biz bir hafta Yo'q, lekin qo'ydiramiz. Qarang, bu yerda yashab bo'lmaydi-ku, chidab bo'lmaydi-ku bu yerda. Bolalaringiz qayerda yashaydi? O'zim uchastkam tepada turaman. Tak, qaysi nuqtaga kelamiz siz bilan? Xudo xolisi bor, mana shu kunchida qo'yamiz. Voy, xudoyim. Hal qilinglar bu masalani. Bo'ldi. Rahmat. Zoir Toyirchi. Gaplashib, hozir oxirgi muddati qolgan. Ertaga filtrni olib kelamiz, sotib oladi, o'rnatadi. Qo'ymasa bir hafta muddatdan keyin o'zlariga aytganmiz. Endi mayli, subsidiyalar beringlar, Yozdik uni. Dumida. No, надо останавливать. To'xtatinglar. Mana qarang, ahvolga. Bizga odamlarning sog'lig'i juda muhim. Bolalarimizning sog'lig'i muhim.